Odamlar 60 yoshida ham maqsad qidirishar ekan. Men esa 8 yoshimda bir narsani angladimki, ham bo'lsa tirik qolish. Ismim Mahliroyim. 4 yildan beri saraton bilan kelishib yashab kelayotgan o'sha jasur qizchaman. Onam bilan yordam so'rab ko'p joylarga bordik. Ammo ular bizga yashash imkoniyati ko'p bo'lgan bolalarga yordam beramiz deb bizni qaytardi. Shukrki, yaxshi do'stlarimiz yordamida men Turkiya va Hindistonda 4 ta yirik amaliyot o'tkazdim va hozir navbatdagi amaliyot uchun Turkiyaga borishimiz zarur. Iltimos, agar yordam bera olsangiz, men yashashni xohlayman va buning uchun har qanday amaliyot va og'riqlarga tayyor